bitta janozaga borib, bitta o'lgan mayit ustidan pul yeyapsan-ku. Tekinga o'qiydi shular janozani. Yo amri ma'rufga tekinga boryaptimi? Yo'q-ku. Nimaga buni haqiqatda oddiy xalqimiz yuzi bilan, ko'zi bilan ko'rmayapti? Oddiy, nomi chiqmagan. Men hozir 4 ta dejurniy domlalar haqida gapirmayapman. Men umumiy domlalar haqida gapiryapman. Umumiy domlalar haqida. Qo'liga bir qismini bermasang, ensasi qotadi, o'qimaydi. Sen nima uchun Allohdan taqvoni olyapsan-da? Alloh uchun, Alloh rizoligi uchun sen o'sha dinga e'tiqod qilyapsan-da, lekin nima uchun? Qilgan ishing uchun sen xalqdan pul kutyapsan, umid qilyapsan. $500 bo'lmasa amri ma'rufga bormaydi ani. Nomi chiqqan dejurniy domlalarimiz. $400, $500 stavkasi bor. $100 bor, borib bering-da. Mana boradi. Mana boradi. Bormaydi o'shalar. O'tirib bu yoqda 571 raqami rosa chaynashda o'tirib, voy bu mashinaning tagiga qo'yiladi, bu changli joy bir narsalar tashab. Ana bittasi o'ziga osyapti. Bu nima? O'zini aytgan gapiga o'zi javob bera olmayaptimi? Shu. Ana Ilon masjidni borib domlasini tekshirishsin, o'zini shogirdini xotini bilan zino qilib yurganini. Ana borsin Yangi yerga 17 yoshli qizni buzib qo'yganini. Ana Sirdaryoga borsin domlasini. Men bular bilan kurashguncha hammasini men po faktu keltirib beraman. Hozir o'shalarni imi-jimida ishdan bo'shatib tashlashdi-da, bo'ldi, shu. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketdi, lekin san'atkorning orqasini shaltoq qilib ochib tashlashyapti. Sen yegan bo'qni san'atkor ham yegan. San'atkor yegan bo'qni sen ham yegansan. O'sha kiradigan eshikdan sen ham kirasan, o'sha kiradigan teshikdan sen ham kirasan. Farqi yo'q. Men chiqqan teshikdan sen ham chiqqansan. Shu hayotga yig'lab qadam qo'yganmiz. Aslida do'zaxda yashayapmiz, bundoq qarasak. Hayotimiz botqoq, balota bo'lib ketdik. Nimaga? Chunki hamma o'zining ishini qilmayapti. Birovning ishiga birov burnini siqqan, birov birovning ishini kovlagan, birov birovni yomonlagan, birov birovni olib chiqib izvatsiya qilgan, birovning videosini olib birov bilan maqtanib yuribdi. Nimaga? Nimaga muftiyat jim turibdi bu narsaga? Men bir domlani gapirganimda Turkiyada bo'lib qoldim. Majlis qilishdi O'zbek konsertda. Yulduz Usmonova bilan meni chaqirishgan majlisga. Ikkita ustoz shogird dafqa qilgan o'sha domlaga eshakni o'g'risi degani, eshak o'g'risidan past tabaqadasan degan gapi uchun men gapirganman domlaga. Chunki men domlaning to'yiga borganman-da. Mana bu meni haqiqatim. Shunchalik taqvodor odam ekan, meni ishim harom ekan, nimaga sen san'atkor bilan to'y o'tkazyapsan? Duoyi fotiha qilib o'tkazib qo'yur, bo'lmasa eskicha to'y qilib. Shart emas dang'illama to'y qilib o'rtaga. Bu bor haqiqatda, tushunyapsizmi? Shuni tan olgis kelmaydi. Musulmon davlatimiz bizda harom. Harom qilingan bo'lsa konservatoriyani yopilaring. Harom qilingan bo'lsa san'at institutini yopinglar. Madaniyat kollej, estrada sirk kollejini yopinglarda, hamma san'atkorni uyga o'tkazib qo'yinglar. Hech kim ashula aytmasin, hech kim o'ynamasin. Aktyor ham bo'lmasin. Aktyor kim? Aktyor bir odamni o'zi boshqa haligi vakil bo'lib turib, shaxs bo'lib turib, boshqa shaxsni o'ynab beryapti. Bu shaytoniy xislatmi? Bunda olib qaraydigan bo'lsak, agar shariat taraflama qaraydigan bo'lsak, boshqa tusga kiryapti. Grem qilyapti, qariyapti yo ayol erkak bo'lyapti, erkak ayol bu misol spektakllarda.